Sizlarga obunachilar zo'r taklif bilan kelganman. Yozyovonda, Xonobod qishlog'ida. Ya'ni bu yerda orqamizda turgan bino men qachon tug'ilgan bo'lsam, o'sha paytda tug'ilgan ekan. Bu yerda 12 ta xonasi ishlab chiqarishga tayyor. Bu yerda hamma narsani hozir paytda ishi yurib turgan holatda va bundan tashqari mana bu yerga отдельно 13-xonasini qorovulxonada ham qo'yilgan ekan. Eng qizig'i menga bu lokatsiya yoqdi. Lokatsiyada ko'rayotgan bo'lsanglar mana bu yerda yangi nimasi ham, ariqchasi ham bor ekan. Bu yerda tinmay suv kelib turadi, to'g'rimi aka? Kelib turadi. Kimda kim misol olganda bu narsani video davomida yana ko'rsatib sizlarga tushuntirib o'tamiz. Shuning uchun boshida chiqib ketmasdan turib oxiriga ko'ringlar deb shu narsani qisqachalarda aytib o'tib ketyapman. Baliqxona qilasizmi, oshxona qilasizmi, o'zingizni xohishingiz nima qiladigan bo'lsangiz ham hamma shart-sharoitlar bor ekan. Hop, eng qizig'i teraklar ham bor ekan. 500 dan ortiq teraklar o'zi tayyor holatda bo'lib qolgan. Bu qarishlaydigan bo'lsak, где-то bir 3-4 qarishlar bor. Bu degani mana shu qulochimmi, yarim qulochim desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Hop, aka, bu hozirgi paytda o'zingiz mana Oxunov TV kanalida albatta boshqacha video ham bo'ldi. Tortishib 100 ming deyotgan narsani hattoki o'zim ham qo'shildim. Siz 87 ming dollarga beraman dedingiz obunachilar uchun. Xudo xolasa bizni obunachilarimiz uchun ham o'sha narxga beradilar, chunki biz sizlar uchun ham tortishib qo'ydik. Xo'p, bu narsalarda hozir qaysi paytdan beri ishlatib kelyapsizlar buni? Buni 2017-yildan beri. 2017-yildan beri ishlatib kelyapsizlar. Asosiy bu yerda daromadlar qanaqa bo'lib kelgan? Daromadlari yillik daromad bo'ladi albatta. Ha, yillik daromad. Oylik emas, yillik daromadi. 300 million, 400 million kelsa, kelaversa 500 million kelsa, yillik daromad qilsa bo'ladi. Ha. Hamma narsa faoliyati shu ishlash kerak. 3 oy 4 oy sezon bo'ladi. Shunda ishlash kerak odam. Endi odamlarga qiziq bo'lishi mumkin. O'sha nima narsada ishlaysizlar mana misol? Fermerlar bilan ishlanadi. Belaboratoriya bo'ladi bu. Ha, bu laboratoriya. Hozirgi faoliyatingiz qishloq xo'jaligini belaboratoriyasi faoliyatini yuzatyapmiz hozir. Fermer bilan bog'liq narsa. Fermerdan bizga xizmat qilgan ko'rsatganimizga pul to'laydi fermer. Ha, ko'ryapsizlarmi? Tayyor biznes. 400-500 million daromadi bor. Mana endi shu yerda savol tug'ilib qoladi. Mana 2025-yilning yakunida turibmiz. Xo'p, o'sha 2025-yilda mana sof foydangiz, daromadingiz qanaqa bo'ldi? 2025-yilda sof foydamiz mana bu kechagi kunga faoliyatimizni sof hisob qilganimizda 400 millionlik faoliyat ko'rsatdik. 400 millionlik daromad qildik biz. Daromad qildinglar. Daromad. Gap yo'q. Ko'rdinglarmi? 400 million. O'zi mana kimdir mana puli bor-u, lekin o'sha shunaqangi joy bo'lsin, shu daromad ham kelib turadigan yoki bo'lmasam shunaqangi joy bo'lsin, keyinchalik o'zimga mos biror narsa qilaman yoki oshxona qilaman yoki bo'lmasam baliqxona qilaman, va hokazo narsa qilaman deganlar uchun bu narsani aytib o'tib ketyapmiz. Davom ettiradigan bo'lsanglar 3 oy, 4 oy qattiq ishi bor ekan, lekin 300-400 million kerak bo'lsa 500 million daromadgacha olsanglar bo'ladi. Eng qizig'i bu tomonga ozgina yuramiz, obunachilar. Eng qizig'i bu tomonda ham yangari tomonlari bor ekan. Xo'p, bu necha sotuvdan iborat dedingiz? 16 sotuvlik. 16 sotuvdan iborat. 16 sotuvlik turar joy. Turar bas. Ha, bu noturar emas, eng qizig'i noturar emas ekan. Ha, shunda mana bu parnikdan bu yog'i. Parnikdan mana shu teraklar bizga qaraydi mana. Ha, mana shu teraklar bizniki, mana shu teraklar bizniki. Mana hojatxonalari bor bizniki. Pastlar bizga qaraydi teraklar. Mana xolasi olib tashlab terakni mana shuga joy qilsa ham bo'ladi, chiroyli mana. Shuni hozir qaysi joygacha mana shu narsani obunachilarga ham qisqacha ko'rsataylik. Hozir o'sha yerdan yurib kelyapmiz. Qayerigacha, misol sizni o'zingiz chegarangiz bor. Bizniki mana shu tualetgacha chegaramiz mana. Ha, soyda nimasi bo'lsa, shu biz faoliyatdan foydalanib turamiz endi. Foydalanib turasizlar. Teraklar bizniki. Lekin o'sha suv bo'yiga ekkan teraklar ham sizlarga qarashli. Bizga qarashli shu teraklar ham bizga qarashli mana shu teraklar ham bizniki. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, tayyor holat. Xohlasanglar, meni boya aytib o'tganimdek, baliqxona qilasizmi yoki bo'lmasam kelajakda oshxona qilasizmi, nima qiladigan bo'lsangiz, terini shuni olib tashab turib, ruxsatini olib turib, shuni mana shu yerga so'rilarni qilib turib qiladigan bo'lsanglar ham yana bir qo'shimcha biznes. Bu yerda bilasiz, taomni eng yaxshisini pishirsangiz, lokatsiya tanlamaydi. Bu uzoqda bo'lsangiz ham mana o'zimizdan to'g'rimi aka, erkak kishimiz
qayerda zo'r taom bo'lsa, taom bo'lsa, boramiz. olinglar. Aka siz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. To'g'ri. Xuddi shuni singari men sizlarga ko'rsatib Mana terelarimiz aka mana ko'ryapsiz. Quloq yetmaydi terelarimiz. Terelarimiz Terelar mana mana ko'rsatib kirib o'tdi. ko'rishlaringiz mumkin. Baribir bu narsaligi isboti bilan bo'lgani yaxshi. Mana terelari normalniy. Bundan tashqari kattaroqlari ham bor ekan. Mana shu terelarni o'zidan ham normalniy hozir daromad turibdi-da bu yerda. Daromad turibdi batta. Primera qancha? Daromad. Primera 80 million kami daromadi bor. Kami bir 80 million terakda o'ziniki bor, ha? Bor. Teraydi o'zidan. Ha, ko'rdinglarmi? O'sha sizlar o'sha plyus bilan kiryapsizlar. O'sha 80 misol qilib aytganda, mana 87 ming deyotgan bo'lsalar, mana 87 mingga kelishib qo'ydik. Siz o'sha 7 minglik plus minus o'sha 7 minglik mana teragini sotdik deylik. Bu joy 80 mingga tushyapti sizlarga. Aynan sizlar uchun akamiz 90 mingdan umuman tushmayman. Yo'q, aka o'zi 100 mingdan ancha tushib berdim dedilar. Albatta Oxun bilan birgalikda rosa tushirdik. Sizga gap yo'q, shunchalik bizni obunachilarimizga ham tushib berganingiz uchun. Rahmat. Shunda u yonidagi bu boshqa bino, o'sha Qorovuldan xonadan bu yog'i bizni bizga sizlarni hududinglar. O'sha yerdan bag'i shu joygacha 16 sotik. 16 sotik. Ha. Mana shu aroqdan bag'i bizniki. Mana shu teraylar bizga qaraydi aka. Teraylar ham bizniki. Kadastr dokumentlari hamma narsa joyida. Notariusda xolasa pul sanasin. Ha. Baraka bo'ladi. Baraka bo'ladi. Notariusda hammasi o'sha nomiga o'tgandan keyin qolgan summasini sanasa bo'ladi. Bo'ladi. Endi bu yerda bitta narsa bor aka, endi sizga aytmayapman. Bu yerda kranlarimiz bor. Qayerda? Buni yerda kranlari ham kelgan bazga aka. Ha, bu yerga haqiqiy davlat vodoprovod kirgan demoqchisizda. Vodoprovod kirgan aka. Toza yaxna ichimlik suvlari kelgan bazga aka. Yaxshi-da, chunki men ko'proq bilaman Yazyovonda yaratilgan sharoitda bitta hamma narsani yaratilgan aka bitta. Demoqchimanki, Yazyovonda ko'proq hurmatli obunachilar men mana kiralarimiz bor, mana suvlar kelgan. Yer tagidan xuddi qoqib turib lekin mana buni akamiz aytyaptilar. Vodoprovodlarimiz bor ekan. Shuni otsangiz kelar ekan mana. Ular keladi mana Suvlar bor, hamma narsa bor. O'z joyida. Joyida. Eng qizig'i hamma tomonlama o'zi remontlargacha qilib qo'yilgan ekan. Kelasiz o'zingizga mos qilib turib yana remont qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam kelasiz o'sha ishlab turgan narsani mana misol bir kishi sotib oldi. Sizni ish faoliyatingizni davom ettiraman demoqchi. O'sha narsada o'sha ish faoliyatingizni davom ettirayotganini shuni siz topshira olasizda endi, ha? Men shunday topshira olaman. O'sha narsani o'sha davom ettirib ketsa bo'ladi. Ketaveradi. Tushunmaganlar tushuntiramiz. Qo'ldan kelgancha obunachilaringizga yordam beramiz. Unisi ham bor ekan. Men qo'shimcha sotib olaman. Faoliyatni yurgizib bersa, uni ham qilib yurgizib beraveramiz. Faoliyat kelishuv asosida kelishuv asosida qilaveramiz aka. Gap yo'q, gap yo'q. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz obunachilaringizga. Qo'limizdan kelgancha. Bu akamiz hozirgi paytda shu pul ozgina zaruriyat bo'lib qolganligi uchun sotishayotgan ekan. Aslida bu narsani sotmoqchi emasdik, chunki yillik yaxshigina daromadimiz bor. Biz zaruriyat bo'lib qolganligi uchun shu binoyimizni sotishga hozirgi paytda majbur bo'lib qoldik deyishdi. Shu aka, sizga rahmat, shunchalik. Lekin bitta nimamiz aytmoqmiz aka, gap bu yerda gazimiz yo'q, mana bu yerda gazlar yo'q. Bu yerda gaz yo'q. Mana oqat suvlar bor. Yo'q, aksariyat joyda gaz yo'q. Gaz yo'q ko'p joylarda. Endi hali obunachilar so'rashi mumkin-da. Shu narsani so'rasa, aka gaz bormi desa, gaz yo'q deyish kerak. Yo'q, narsa dokumenti yaxshi, suvi kelgan. Dokumenti toza, suvi toza. Gaz yo'q. Gaz yo'q. Lekin elektrlar hamma narsasi bor. Elektrlar bor, hamma to'klar bor. Qorovulxonalar yaratib qo'ygan sharoitlarda. Kameralar o'rnatib qo'yganman. Eng qizig'i qorovulxona bir minut shuni ko'rsatib qo'yay. Luks qilib qo'yilgan ekan. Qorovulxona albatta bundan keyingi binoda qurilgan ekan u. Lekin luks qilib qo'yilgan ekan. Xonani ichlari tayyor holatda keladi. Qorovulxonada mana shu yerda uje o'z nimasini qilib ketsa bo'ladi. Xo'p, yana bir qo'shimcha sifatida. Nima uchun boshida men qanaqadir baliq pishirasizmi, boshqa qilasizmi deb o'sha narsani qo'shimcha sifatida aytib ketganimdan sabab mana bu yerda alohida joyi ham bor ekan. Mana bu yerga bunday qozonlarni o'rnatib, boshqa qilib, mana shu yerda pishirib, xullas o'zingizni xohishingiz o'sha joylarni qilib ketsa ham bo'ladi. Gideta bu yerda bir sotiq chiqmaydi.
Bir soatlik chiqmaydigan joyisi o'sha qorovulxonani orqasi bu yer ombor sifatida ishlatmayotgan ekan. Endi olgan inson o'zini xohishi bilan yog'ini davom ettirsa bo'ladi. Hop. Kattagina daraxtimiz ham bor ekan. Mana oldi ko'rinishi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, albatta uni koridorga kirib ketadigan joy. Mana bu yerda отдельно xonasi ham bor ekan. Buni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Endi narigi xonalarga chiqamiz. Koridordan shunday kirib ketaverasiz. O'zi tayyor, mana ish faoliyatini davom ettirib kelayotgan zdaniya ekan. Hop, bu tomonga mana chap tomonga kiradigan bo'lsak, bu yerni o'zida ham mana ikkitagina xonasi bor ekan. Eng qizig'i pishig'ishda bo'lgan, tevasi plita bilan bosilgan 1985-yilda qurilgan bino ekan. Ish faoliyatini davom ettirayotgan, ya'ni to'xtatilmagan tayyor biznes bu. Hop, mana shu yerda kattagina xonasi bor ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Albatta bular olib chiqib ketilar ekan. Hop, endi mana koridordan kirganimizda u tomon kirgandik. Endi bu tomoniga kirib o'ng tomonni ko'rsatamiz. Bu yerda ham bitta katta xona bor. Bu chap tomondaginisi. Shu zdaniyaning ichida 12 ta xona bor. Qorovul xona bilan 13 ta xona hisoblanadi. Bu tomonda ham tayyor xonalar bor. Tomonda ham xona bor. Hop, bu yoqdan orqa tomonga chiqsa bo'ladi. Orqa tomondagi videoda ko'rganingizdek, u yangariq tomon va mana teraklar. Hurmatli obunachilar, ko'rgan bo'lsanglar, hamma yoq tanishtirib chiqdik. Lekin haqiqatan zo'r joy ekan. Joy menga juda ham yoqdi. Mana shu ekrandagi nomerga qo'ng'iroq qilib, bemalol baholashingiz mumkin. Balki yana kelishadigan joylari bordir. To'g'rimi aka? Xudo xolasa. Obunachilardan kelsa, xudonis kelsa, Bo'l. Bo'lmasam imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Bunday imkoniyatlar har deganini bo'lavermaydi. Sog' bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha.